Agar Jangchi Bakini faqatgina 3 ta fasli bor deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Agar siz Jangchi Baki animasini muxlisi bo'lsangiz, ushbu videoni aslo o'tkazib yubormang. Bilasiz, Jangchi Bakini Netflixda umumiy 7 ta fasli mavjud. Lekin shunga qaramay O'zbekistondagi Bakini ba'zi muxlislari uni faqatgina 3 ta fasli bor deb o'ylashar ekan. Buning sababi shuki, Telegramdagi ba'zi fandaplar Bakini faqatgina 3 ta fasliga ovoz berishgan xolos va u fasllar Bakini 5-fasli 6-faslni 1-bo'limi va 6-faslni 2-bo'limi xolos. Lekin meni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Chunki men Bakini 7 ta fasliga ovoz berib tugatganman. Yaqinda esa 8-faslni boshlayman. Va hozir sizlarga 8 ta faslni ketma-ketlik ro'yxatini tanishtirib chiqaman. 1-fasl muqaddima, 2-fasl yer osti janglari, 3-fasl mag'lubiyat istovchilar, 4-fasl Ray Tai turniri, 5-fasl qamoqdagi yirtqichlar, 6-faslni 1-bo'limi Baki Pickle'ga qarshi, 6-faslni 2-bo'limi Baki Yujiroga qarshi, 7-fasl esa yengilmas samuray, 8-faslni esa nomi hozircha sir. Xullas, avval aytganimdek, Jangchi Bakini to'liq 8 ta fasli meni profilimdagi Telegramda mavjud va barcha fasldagi erkaklarga bir o'zim ovoz berganman. Tomosha qilish narxi esa atiga 15 ming so'm. Bilaman, bu narx 8 ta fasl uchun juda ham arzonlik qiladi. Lekin bularning bari maxsus Bakini muxlislari tomosha qila olishi uchun tashkillashtirilgan. Shunday qilib, oxirida aytadigan gapim shuki, Mujiklar, bu narsa sizlarni ko'rishinglarga arziydi. Qani, Telegramga marsh.